Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandi Amerika Davlat Majlisi yil oxiri ta'tilga chiqishdan, ya'ni 20 dekabrdan burun Amerika Davlat Majlisi a'zolariga Uyghur irqiy qirg'inchiligini eslatish, shuningdek, yangi yilda ish boshlaydigan yangi Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur masalasini texmo jiddiy shaklda kun tartibida tutib turish hamda Davlat Majlisida saqlanayotgan Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining muvaffaqiyatli o'tishini qo'lga keltirish uchun bir qator ko'rishishlarni ilib bordi. Bu haqda o'zining Facebook shaxsiy hisobida ma'lumot bergan Ömer Qanat apandim mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Biz tunigun Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan boshlatgan faoliyatimizni bugun davomlashtiryapmiz. Tunigun asosan Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasini ziyorat qilib, Kengash palatasining eng muhim a'zolariga bizningki shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik munosabati bilan e'lon qilgan bayonotimizni va uningdan keyin yana Amerika hukumatiga Uyg'urlar uchun qilishga tegishli ishlar to'g'risida tayyorlagan tavsiyalarimizni, talablarimizni hukumatdan va yangi kongressdan bo'lgan talablarimizni ichiga olgan ochiq xatni bularning har bir ishxonalarini ziyorat qilib, shu ishxonalarga topshirdik. Ba'zilarininki, ba'zi Kengash palatasi a'zolarininki ishxona mudirlari bilan ko'rishdik. Ularga hozirgi navbatdagi Uyg'urlarning vaziyatini anglatdik va o'zimizningki talablarini deganimdek o'z ishiga olgan ochiq xatimizni topshirdik. Bugun bu faoliyatlarimizni davomlashtirib, bugun Amerika Davlat Majlisi asosan Avam palatasi a'zolariga bu ochiq xatni va o'zimizningki Uyg'ur irqiy qirg'inchilik munosabati bilan e'lon qilgan bayonotimizni taqdim va taqdimatimiz bugün Avam palatasida mana bugün hazır biz Uyg'urlarga eng ko'p ko'ngil bo'layotgan Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan biri bo'lgan Stefani xonimninki ishxonasini ziyorat qildik. Ishxona mudirlari bilan ko'rishdik. O'zimizningki talablarini ichiga olgan ochiq xatimizni va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi munosabati bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan tayyorlagan bayonotimizni bularga topshirdik. Stefani xonim nihoyatda muhim Avam palata a'zolarininki biri. Bu xonim bilasizlar, amanglar balki xabaringlar bor. Prezident saylangan, yangi saylangan Amerikaning prezidenti Trump apandi tarafidan Birleşken Devletler Teşkilatı'daki Amerika'nın vekili bulup tayinlendi ve 1. ayının 21. günü yeni hükümet, Trump hükümeti işe başlayan çağda bu hanım Amerika'nınki Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekili bulup işe başlaydı. Bayam dep ötkenimdek bu hanım Amerika Devlet Meclisi'nde Uygurlarını en kollavatkan bütün Uygur Allah'a münasebetli kanunlar kol koygan, kollagan hem özü Uygurlar'a münasebetli kanun teklifini Amerika Devlet Meclisi'ne sungan Amerika Devlet Meclisi a'zolaridan biri. Belki muhim şunun için bu Stefani Hanım'ınki işxonasi oldida bu videoni tayyorlab taqdirishni muvaffaq qildim. Rahmat. 18 oktyabr Shvetsariyaning Tsog shtatlik o'rta maktabida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sayya komiteti va Shvetsariya Uyg'ur jamiyati tarafidan yuqori yillik sinfning o'quvchilariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish ilib berilgan. Faoliyatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sayya komitetining mudiri va Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Andili Qaraxonli maxsus tayyorlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi aks ettirilgan hujjatli film orqali tonishtirish ilib berib, 3 sinfning o'quvchisiga leksiya bergan. Bu Mazkur maktabning bu vaqtda o'rinlashtirgan 4-chi qatimliq faoliyati bo'lib, Shvetsariya Uyg'ur jamiyati yillardan beri Shvetsariyaning universitet, texnikum va har xil o'rta maktablarida bu xil faoliyatlarni tashkillab, Shvetsariyalik yoshlarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Osmasiya siyosatlarini tanishtirib kelmoqda.
Shveysariya maktablarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish Shveysariya Uyg'ur jamiyatining eng muhim faoliyatlaridan biri bo'lib, Andali Qaraxonli apandim bu vaqt so'z bo'lganda, yoshlar kelajakda davlatning siyosatlariga, diplomatiya munosabatlariga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. Bular cho'ng bo'lganda, davlatning har qaysi apparatlarida siyosatchi, diplomat, muxbir bo'ladi va har xil xizmatlarni ishlaydi. Biz hozirdan boshlab bularga tashviqot ilib borsak va mablag' solsak, kelgusida buning unumini cho'qim ko'ramiz, dedi. Shveysariya maktablarida ilib berilgan bu xil faoliyatlarning natijasida Uyg'ur masalasiga qiziqadigan o'quvchilar ko'paygan bo'lib, yaqinqi 2 yil ichida 10-chi oliy maktab o'quvchisining o'qish bitirish dissertatsiyasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkiston va Xitoyning chet ellardagi bostirishlari haqida yozilgan. Andali Qaraxonlining bildirishicha, har qatam mushundaq leksiyalar so'zlanganda bolalarning ko'pi dunyoda bundaq bir ishning borligini anglab hayron qoladi ekan. Va buni to'xtatish uchun biz sizlarga nima qilib bera olamiz degan savolni eng ko'p so'raydi ekan. Shveysariya garchi Yevropadagi Uyg'ur eng az davlat bo'lsa-mu, ammo bu davlat dunyo iqtisodining markazi bo'lishidagi aloydiligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi markazining bu davlatda bo'lishidagi afzalligi sababidan ushbu davlatda yashaydigan Uyg'urlar to'liq aktiv faoliyat olib bormoqda. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridan Janvaga keladigan Uyg'ur siyosatchilar va aktivlarga yaqindan moslashib, har qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasi yoki Xitoyning kishilik huquq masalasi kun tartibga keladigan vaqtlarda namoyishlarni tashkillab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va siyosatchilarni qo'llab hamdamda bo'lib kelmoqda. BBC'ning 18 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Amerika fuqaroligidagi Chen Jinping ismli Xitoy 2022 yili Nyu-Yorkdagi Xitoy shaharchisida yoshurun saqchi punkt qurib chiqqanligi va uni mangdirganligini tan olgan. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligining bevosita ko'rsatmasi bilan qurilgan mazkur saqchi punkti asosliq shu atrofdagi demokratik Xitoylarga payloqchilik qilishga mas'ul bo'lgan. Nyu-York shahrida Changli jamiyati degan nomda qurilgan bu yoshurun saqchi punktini 2022 yili Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI bayqagan va pachaqlab tashlagandan keyin Chen familiyalik Xitoy va uning Xitoy sheriki o'zlarining Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi bilan yezishgan telefon uchurlarini tezdan yuvatgan. 2023 yili aprelda ular rasmiy holda qo'lga olingan. 18 dekabr kuni Chen Jinping o'zining Xitoy hukumatiga moslashib josuslik qilganligini tan olgan hamda sotning hukm chiqarishiga yo'llangan. Navbatda uningga 5 yillik qamoq jazosi berilishi taxmin qilinmoqda. Xabarda aytilishicha, dunyoning har qaysi joylaridagi 53 davlatda mushkildagi yoshirin saqchi punktlari oz degandimi 100 dan oshadigan bo'lib, chet ellardagi Xitoy hukumatiga qarshi kuchlarga taqobil turishni bosh vazifa qilgan. Ammo Xitoy hukumati bu fikrni inkor qilib, u joylarning saqchi punkti emasligini, balki chet ellardagi Xitoy fuqarolariga qulaylik yaratib berishni ko'zlagan mulozimat punktlari ekanligini ta'kidlagan. Yaqinqi yillarda Amerika fuqaroligidagi Xitoylarning mushkildagi josuslik qilmishi ko'plab pash bo'layotgan bo'lib, FBI'ning mas'ullaridan Robert Willis bu vaqtda to'xtalib, Chen Jinpingning qilmishi Xitoy hukumatining kompartiyaga qarshi so'z qilganlarga tehdid silish va parakanda qilishdek razil qilmishlarining hilam davom qilayotganligini ko'rsatdi degan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.